Ey o'g'ilni tug'ib kelgan, hay havasga berilgan. O'ynab qaynonajon qani? O'g'ilni tug'ib kelgan, hay havasga berilgan. Qabul aylang, ana olib keling qaynonani. Davraga olib keling, davraga. Qabul aylang qaynonajon, sizga salom aytamiz. Qaynonajon, qaynona, keliningiz bo'lsin parvona. Qaynonajon, qaynona, keliniz bo'lsin parvona. Agar siz savob yeysangiz, yetti olam vayrona. Oltin kumush o'shog'i, qaynonajon, hayvonlarning yumshog'i. Qani kelingchi bu yoqqa, choponingiz yechmang onajon. Keling, sizni ko'rganlar sizga o'xshab qaynona bo'lish nasib qilsin deb shoshib qolsin. Qarang, naturalka toza bolgarkalarda kam eng dollarlik choponlaringiz qulluq bo'lsin. Kelavering qizil daroshkalarda. Aynan ketay, qizil daroshkalarda kimlar yurishini bilasizmi o'zi? Kam Yulduz Usmonova. Qayerimiz-kan bizni? To'ppa-to'g'ri. Onajon, agar cholingizni olib qolganingizda qanaqa she'r aytib berar bilasizmi? Eshitasizmi? Onlayn videoga olib qo'yasizlar. Sho'ri repetitsiya qilib olamiz. O'zim yozganman deb turasiz, xo'pmi? Hasanboy aka, kim videoga olyapti? Hamma olyapti. Hasanboy aka, siz ketib qoldingiz. Yangajonim mana sizga to'rt qator she'r yozib qo'ygan ekan. O'zim yozganman deydi. Oxirida kechasi mana shu she'r bilan ikkingiz gaplashib olasizlar. Xudo xolasa. Ro'zg'or degan yechimi yo'q sir ekan. O'ylab ko'rsak yuragimiz bir ekan, ikkimizni siylagan taqdir egam. O'zim bo'lay bo'yingizning adosi. Baxtimizga omon bo'lsin dadasi. Osh ovqatni qila olmadim vaqtida. Shirin so'zlar so'zlolmadim vaqtida. Jonim qurbon bo'lsin sizga dadasi. Baxtimizga omon bo'lsin dadasi. Yomonimni yashirgan, yaxshimni xo'p oshirgan, yelkadoshim tog' kelvatligim. Baxtimizga omon bo'lsin dadasi. Doim shunday paketlarni ko'tarib, dollar yevrolarni sop, yura qolsin dadajonisi qarsanglar bo'lib tursa. Qaynonajon, ketmaymiz. Bugun to'y kimniki o'zi? Albatta to'y sizniki. To'y qahramonlari tez-tez shu joyda paydo bo'lib turasiz, xo'pmi, onajon? Bir kun qitmirligingiz kelib qoldi. Kelin poshsho qarasangiz, hamma joyni bekam ko'z qilyapti. Lekin bir sinamoqchi bo'ldingiz-dagi kelinga aytdingiz. Kelin poshsho, dadajonni tabi nozikroq. Kiloga kilo osh damlang, jo'ralar kelyapti. Xo'p bo'ladi, oyijondek fartiqlarni boylab o'choqni boshlab ketdim. Oshni damladim, oshni laganga sussam, oshim shovlada. Kiloga kilo osh, shuncha oshni nima qilamiz? Xafa bo'lib o'tiribman. Nima deb vaziyatdan chiqasiz? Hardayam o'zim qilganman. O'rgatasiz-a? O'rgatar ekan qaynonajonimiz, o'ziga o'xshab yumshoq ekan. Birinchi marta ham buzishga yo'l qo'ymayman. Billam, aynan-ku deb boshida turar ekan. Chunki professional, kunda pishgan onajon, qaynonaning tarbiyasini olgan onajon. Ikkinchi savol, faqat to'g'risini aytasiz. Kalitingizni ocha olmayapman. Non yop dedingiz. Nonni yopishtirdim, sut soldim, moy soldim, yopishtirishni bilaman. Qani kelin poshsho, noningiz o'xshayaptimi deb oldimdan o'tib ketsangiz, tapillab kulga tushib ketsa bormi? Yig'lavordim xijolat bo'lgandan. Endi nima qilamiz? To'g'risini ayting. O'zimda ham bo'lgan, nima urishaman? Indamayman. Qarsak bo'lsin, kalitini ocha olmadim, onajonim mehribon ekan. Ilohim o'zganingiz va ko'zganingizga o'xshagan kelin bo'lsin. Sizga mana shunday qizni oq yuvib, oq o'stirib olib kelish oson bo'lmagan. Yangi qudayizning ismlari nima? Hamidaxon onajon, assalomu alaykum. Keling onajon. Allohim o'zi chevar. Gavda, paxotka, ko'z, qosh bir xil. Qarsak chalinglar yolg'on bo'lsa agarda. To'g'rimi? Xudo xolasa ikkalasi opa singil bo'ladi. Hozir shunaqangi chiroyli qilib o'ynab berasizlar, to'y sizlarniki.